Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizor görüşleri. Bu qıtımqı İstiqlal haftalik xabarları programımızga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Ben Abdullah Yalqun. Sharq Turkistonda yana bir nüfus assimilyatsiya to'lqini boshlandi. Xitoy doiralari Sharq Turkistonning janubiy qism rayonlarida nüfus siyosatini yangidan tartibga solish haqida qaror oldi. Sharq Turkiston haqida izlanish olib berayotgan xabar turlaridan ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralari Sharq Turkistonning janubiy qism rayonlarida izchillashtirish uchun nüfus siyosatini yangidan tartibga solish haqida qaror olgan. Shaksizki bu musulmon Uyg'urlarga yangi bir assimilyatsiya bo'lganligi aniq. Sharq Turkistondan chiqadigan Xitoyning nuqtaliq gazetlarida berilgan xabarda ma'lum bo'lishicha, bu qatimqi nüfus assimilyatsiyasining nishoni gavdalik holda Sharq Turkistonning janubiy rayonlariga qartildiganligi haqida to'xtalgan. Bu haqdagi yangi hujjatda nüfusga elishni kengaytirish siyosatidan har bir Xitoy fuqarosining qo'layli holda foydalana oladiganligi eskartilgan bo'lib, bu Xitoy fuqarolari deganlikdan faqat ichkiri o'lkalardan ko'chirilib chiqarilgan ko'chmanlarga qartilganligini qo'shib qo'ygan. Hujjat yana bu qatimqi nüfus tangshish qo'layligidan Sharq Turkistonga yo'tkab kelingan Xitoy ko'chmanlarining ish tepish, tug'ut cheklamasiga uchirmaslik, alohida ta'minotdan bahramand bo'lish, ijtimoiy farovonlikdan bahramand bo'lish qatorliq alohidaliklarga ega ekanligi eskartilgan. Bu qatimqi nüfus tangshish siyosatida yana buningdan burunqi Urumchi, Qaramay, Shixanza, Koytun qatorliq rayonlardagi yerlik xalqdan xilili ko'p sonliqni egallaydigan Xitoy ko'chmanlari ozroq bo'lgan janubiy rayonlarga yo'tkash orqali nüfusning takshi yeyilishini maqsad qilganligi ilgari surilgan. Bu qatimqi nüfus tangshish siyosatining eng muhim nishoni bo'lsa, Uyg'urlarning nüfusi ko'p bo'lgan janubiy rayon, ya'ni Qashqar, Xotan, Ko'rla, Otush qatorliq rayonlarga qartilganligining sababi atalmish millatlar ittifoqligini kuchaytirish va Xitoy amonligini saqlash ekanligini ta'kidlagan bo'lib, Xitoy bu orqali o'zlari azaldan ishonmay kelgan Uyg'urlarning orasiga Xitoy ko'chmanlarini aralashtirib o'ltiraqlashtirish orqali bir tarafdan Uyg'urlarning milliy kimligi, urf-odati va diniy e'tiqodi bilan yashashga vositalik to'salg'u bo'lishni o'ylasa, yana bir tarafdan Uyg'urlarning inoq va birdek bo'lishining barliq sabablarini yiltizdan o'zib tashlash orqali Uyg'urlarni uch turma qapizi ichida texmi oson kontrol qilish va tizginlashda ko'zurga ega bo'lish. Shundaqla Uyg'urlarni o'z ona vatanida osonlikqa tushirib qo'yish uchundir. İlham To'xti bilan kichik mujohidga xalqarалық mukofot. Xalqaro axborotchilar jamiyati tarafidan uyushtirilgan Ismoil G'asparali axborotchilik va kishilik huquq mukofoti Uyg'ur akademik professor doktor İlham To'xti va kichik mujohid Qashqarliga 1 noyabrda Bartinda tarqatib berildi. İlham To'xti apandining turmada bo'lganligi sababli kelolmaydiganligi bildirildi. Türkiye tilida so'zlashadigan davlatlar xalqaro axborotchilar jamiyati tomonidan o'rinlashtirilgan Ismoil G'asparali axborotchilik va kishilik huquq mukofoti 1 noyabrda Bartinda tarqatib berildi. 2014-yili BDT Madaniyat va ilm-fan ma'arif tashkiloti UNESCO tomonidan Ismoil G'asparali yili bo'lib e'lon qilinganligi munosabati bilan 2014-yili 1 noyabrda Bartinda o'tkazilmoqchi bo'lgan mukofotlash marosimida Uyg'ur akademik professor doktor İlham To'xtiga Türk Dünyası Axborotchilik va erkinlik mukofoti berildi. Uyg'ur akademik olim, jurnalist, professor doktor İlham To'xti Xitoyda kishilik huquq faoliyatlari bilan shug'ullangan va Xitoy doiralari tomonidan muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan bo'lib, Turkiy tilda so'zlashadigan davlatlar media munbiri navbatchi raisi professor doktor Ata Atonning rahbarligidagi baholash hay'ati İlham To'xtiga Türk Dünyası Axborotchilik va erkinlik mukofoti berishni qaror qildi. Biroq İlham To'xtining Xitoyda turmada ekanligi yuzasidan bu muhim marosimga qatnasha olmaydiganligi bildirildi. Turkiy tilda so'zlashgan davlatlar xalqaro axborotchilar jamiyati boshlig'i Güngör Yavuz Aslan apandi bu marosimda Uyg'urlar uchun yana bir kutilmagan yangilik bo'ldi. O'zi Turkiyada yashayotgan va texi aran 7 yoshga kirganiga qaramasdan o'nlagan davlatlik, xalqaroliq va yerlik televiziya kanallarida shundaqla Turk dunyosiga aloqador faoliyat va marosimlarda o'qigan she'rlar orqali Sharq Turkistonning jumladan Uyg'urlarning to'nilishiga cho'ng to'hfalarni qo'shgan kichik mujohid Qashqarini Ismoil G'asparali axborotchilik va kishilik huquq mukofoti bilan mukofotlamoqchimiz dedi. Güngör Yavuz Aslan marosimda Shimoliy Siprus Turk Jumhuriyati Jumhur raisi doktor Darvish O'g'lig'imi
İsmail G'asparali axborotchilik va kishilik huquq mukofoti berilganligini bildirib, programmamizga Darvish o'g'ildan boshqa yana Qrim tatar turklarining dostonlashgan rahbari Mustafa Abduljamil Qrim o'g'li, Qrim tatarlari parlamenti boshlig'i Rafat Chubarov, Ozarbayjon parlamenti a'zosi Ganira Pashayeva, Iroq Turkman frontining rahbari va Kerkuk parlament a'zosi Irshad Solihi, Suriya Turkmanlar parlamenti boshlig'i Abdurrahman Mustafa'mu qatnashdi va ularga o'xshash mukofot berildi dedi. Bartin shahrida 30 oktyabrdan 1 noyabrgacha o'tkazilgan marosim doirasida Ismoil G'asparali ilmiy muhokama yig'ini o'tkazildi. Muhokama yig'ini oxirlashgandan keyin 1 noyabrda mukofotlash marosimi boshlandi. Xitoy Sharq Turkiston xalqini terrorchi ko'rsatish tashviqotini qanot yaydirdi. Xitoy doiralari Sharq Turkistonda izchil turda terrorlik hujumlari bo'layotganda ko'z qarash shakllantirish uchun xalqni aldash tashviqotini kengri qanot yaydirdi. Xitoy doiralari o'z ishg'oli ostidagi Sharq Turkistonda yaqinqi zamonlarda kunsuri ko'payayotgan voqealiklar bilan xuddi bu yerni terrorlik voqealiklari rayoniga aylanganda qarashni shakllantirishga tirishmoqda. Xitoy doiralari Uyg'ur musulmonlarga elib berayotgan besim va qatliamlarini unuttirish uchun elib borgan mikrlarning ustiga yana bir xil hiyla mikrni qo'shdi. Xitoy doiralari xalqni terrorlik hujumlariga qarshi ma'lumotga ega qilish maqsadida elib berildi degan nomda ma'lumotlantirish tashviqot varaqchilarini tarqatmoqda. Xitoy bu orqali Sharq Turkistonda terrorlik hujumlari bordek tuyg'u shakllantirib, bu rayondagi musulmonlarga elib borgan zulm va qatliamlarni yo'lliq ko'rsatishga tirishmoqda. Bu tashviqot varaqchilari Sharq Turkistondagi Xitoy bexatarlik kuchlari tomonidan tayyorlangan bo'lib, yerlik o'rinlardagi bosmaxonlarda besilib tarqatilmoqda. Bu tashviqot varaqlarida terrorlik hujumi bo'lib qolganda qanday qilish kerakligi haqida ta'limot berilgan bo'lib, portlatish, o'q va tig'liq hujumlarga uchraganda xalqning qanday mudofialanish va qarshilik bildirishi haqida rasmlik ta'limot berilgan. Xitoy Sharq Turkistonda 2010-yildan beri terrorlik hujumi shaklida yuz bergan voqealiklar soni 200 ga yetdi deb dokument bergan. Xitoy tashviqot o'rinlari Sharq Turkistonda yuz bergan har qanday kichik-cho'ng voqealik va qarshiliklarning hammasini terrorlik hujumi deb atash orqali o'zlarining odam qilibidan chiqqan zulmini yo'lliq ko'rsatishga, haqiqiy haq egisi bo'lganlarning haqliq da'vo va qarshiliklarini bo'lsa, dunyoga terrorlik hujumi deb ko'rsatishga tirishmoqda. Xitoy musulmon o'quvchilarini dinsizlashtirishning tarixiy vazifa ekanligini ta'kidladi. Xitoy doiralari Uyg'urlarni dinsizlashtirish uchun 1000 nafar maktab mudiriga qasam bergizib imzo qo'ydirdi. Tajovuzchi Xitoy doiralari atalmish terrorlikqa qarshi turish, millatlar ittifoqligini kuchaytirishni bahona qilib, Sharq Turkistonda Uyg'urlarni 1000 yildan beri e'tiqod qilib kelayotgan islom dinidan chiqarib, dinsizlashtirish uchun dinsizlashtirish siyosatini maktablarga berib tashviq qilish bilan birga, maktab mudirlaridan maktablarga dinning singib kelishiga qarshi turish uchun Xitoy bayrog'i oldida qasam bergizib imzo qo'ydirish faoliyati elib borgan. Xitoyning Tangritog' to'rining xabar qilishicha, Xitoy doiralari Sharq Turkistonning Qashqar shahrida maktab mudirlariga maktablarga dinning kirishini to'sishi uchun 1000 nafar mudirlarni Xitoy bayrog'i oldida qasam bergizib imzo qo'ydirish faoliyati o'tkazganligi ma'lum bo'lmoqda. Xabarda mundaq deyilgan: dinning maktablarga singib kirishini qat'iy to'simiz. Butun jamiyatda dinning maktabga singib kirishini to'sishdan iborat kuchli jamoat fikri muhitini yaratib, o'qitish ham odam tarbiyalash bahosini haqiqiy mustahkamlash uchun Qashqarning ma'rif sistemasidagilar 27 oktyabr tushdan burun dinning maktablarga singib kirishini to'sish, 1000 maktab mudirining qasam berish, imzo qo'yish marosimini o'tkazdi. Qashqar shahri, Qashqar yangi shahar noyisi, Qashqar Ko'ni shahar noyisi qatorliq joylardagi maktablardan kelgan mudirlar dinning maktablarga singib kirishini to'saydi deb xat yozilgan plakatga imzo qo'ydi. Xabarda Qashqar viloyatida 2000 dan ortiq o'rta boshlang'ich maktab va yasli bo'lib, maktabda o'qiyotgan o'quvchi soni 840 mingga yetadi. Xitoy tajovuzchilari Qashqar viloyatida ideologiya sohasidagi bo'lgunchilikka qarshi turish ideviy mudofaa sepini puxtalab, sotsialistik tarbiya basini mustahkamlash uchun ishni o'rta boshlang'ich maktablardan boshlab, axloqsiz Xitoy madaniyatini yetakchi qilib, sop dinning maktablarga singib kirishini to'sib, bir qadar aktiv dinsizlik madaniyat faoliyatlarini qanot yaydirib, maktab muhitini bulg'ab, o'quvchilarning xarakterini shaxsiyatchi, Xitoyparast, pastkash, nomussiz qilib tarbiyalash, o'quvchilarning axloqiy, aqliy, jismoniy jihatlarda butunlay qizil Xitoydek razil qilib yetildirishga butun kuchi bilan harakat qiladi.
Qashqar viloyatlik ma'rif xizmati komitetining shujasi ishg'olchi Lu Huadong mundaq dedi. Maktab mudiri maktabni boshqarib, o'qituvchilarni yetaklab, o'quvchilarni tarbiyalashdagi boshlamchi bo'lish sifati bilan dinning maktablarga singib kirishini to'sish va islomni tugutishdan iborat tarixiy muhim vazifani jazman ongliq zimmasiga olish kerak. Ming maktab mudirining davlat bayrog'i oldida imzo qo'yib qasam berishdagi maqsadi bu xil shakl orqali haqiqiy dindorlarga dodil jang e'lon qilib, har vaqt o'ziga o'zi haydakchilik qilib, burchini esida chang saqlab, partiya va Xitoy xalqining muhim topshiriqini hargiz yerda qo'ymaydiganligi to'g'risida astoydil va'da berishdan iborat. Yana bir tarafdan Qashqar viloyatining boshqa nahiya yezlaridagi o'rta boshlang'ich maktab mudirlari 24 oktyabr tushdan burun o'z nahiya yezisida Xitoy bayrog'i oldida qasam berib, imzo qo'yib, musulmonlik dindorlikqa qarshi turish faoliyatiga qatnashdi. Xitoy doiralarining Uyg'urlarni dinsizlashtirish uchun bu xil faoliyatlarni maktablarda elib berishi Uyg'ur farzandlarini kichikdan boshlabla dinsiz tarbiyalab chiqishni maqsad qilgan. Muqaddas islom dinimizda ko'rsatilgandek, har qanday bir bovoq tug'ilganda islomning ustiga tug'iladi. Uni musulmon yoki xristian va yoki majusiy qilib tarbiyalash tarbiyalaguchiga, ya'ni ota-onaga bog'liq degandek, buni tushunib yetgan Xitoy doiralari Uyg'ur farzandlarini dinsizlashtirish uchun oldi bilan oila boshliqlarining diniy usulda kiyinmasligi, diniy so'rovlarga qatnashmasligi, soqol qo'ymasligi, yog'liq chekmasligi, Xitoy doiralarining ruxsati bo'lmagan diniy materiallarni ko'rmaslikni tashviq qilsa, maktablarda maktab mudirlariga besim ishiltib, maktablarga dinning singib kirishini qat'iy cheklash, qarashtirish uchun kommunist Xitoy doiralarining bayrog'i oldida qasam bergizib, imzo qo'ydirish orqali Uyg'ur farzandlarining sap qalbiga yer yuzidagi eng puchak, eng pastkash kommunistlik ideyalarni singdirmoqda. Qumulda 100 milliard tonnadan ortiq kömür zapisi tepilganligi bildirildi. Atalmış Uyg'ur Abnum rayonluq kömür konlari geologiya idorasi Qumul viloyatining janubida zapisi 116 milliard tonnaga yetadigan kömürlik topdi. Atalmış Uyg'ur Abnum rayonluq kömür konlari geologiya idorasi Qumul viloyatining janubida zapisi 116 milliard tonnaga yetadigan kömürlik topdi. Atalmış Uyg'ur Abnum rayonida yo'l qo'yilayotgan Xinjiangning kömürni sharqqa yo'tkash va yangi sanoatlashish strategiyasi Xitoyning energiya sohasida muhim rol o'ynab kelmoqda. Bildirilishicha, bulturdan boshlab Qumuldagi Kömürkon rayonining janubida qidirib tekshirish xizmatlari elib berilayotgan bo'lib, bu yil oktyabr oyida 115 milliard 800 million tonna kömür zapisi tepilgan. Qumul Sharq Turkistonning 5 cho'ng kömürkon bazalaridan biri bo'lib, kömür zapisi 5 trillion 700 milliard tonna atrofida ekan. Yaqinda buyon Qumulning kömür zapisi va jo'grafiyalik jihatdan ustun afzallikka ega bo'lishi energiya qatorliq kasblar bilan shug'ullanadigan nurg'un Xitoy shirkat va guruhlarining bu rayonga zo'r mablag' selib, bu yerning boyligini bulang-talang qilishga turtki bo'lib kelmoqda. Angliyalik muxbir Kobanining Iroq Sham islom davlatining qo'liga o'tib bo'lganligini bildirdi. Iroq Sham islom davlati angliyalik bir muxbirning vasitasi bilan o'z tashkilotining tashviqotini qildi. Taxminan 2 yildan buyon Iroq Sham islom davlatining qo'lida tutib turilayotgan angliyalik muxbir John Kentilining Suriyaning Kobani nahiyasida Iroq Sham islom davlatini maqtab ko'rinishga olgan videosini e'lon qildi. Iroq Sham islom davlati tarafidan ko'rinishga oldirilgan videoda John Kentli Kobanining hammasining Iroq Sham islom davlatining qo'liga o'tganligini va shaharda to'qinishlarning oxirlashganligini aytgan. Turkiya chegarasida ko'rinishga elingan videoda angliyalik muxbir hozir Kobanida na PKK, na YPG, na Peshmerga yo'q. Shahar hozir Iroq Sham islom davlatining tizgini ostida turmoqda dedi. Videoda Iroq Sham islom davlatiga tava ekanligi ilgari surilgan aeroplanlar bilan Kobanining ustida elingan ko'rinishlarga yer berilgan. Iroq Sham islom davlati qo'lda tutib turilayotgan Angliya muxbirining ilgarimi bir videosi e'lon qilingan edi. Videoda John Kentli g'arb taratqullari va Iroq Sham islom davlatining keyindagi haqiqatlarini xalqi olamga jakarlaydiganligini ilgari surgan edi. Hong Kong doiralari buyruqqa bo'ysunmagan namoyishchilarning qo'lga ilindiganligini bildirdi. Hong Kongda namoyish o'rnini tark qilmay hukumatga qarshi izchil namoyish o'tkazib kelayotgan namoyishchilarning nazorat ostiga elinishi uchun suddan ruxsat elindi. Hong Kongda 10 minglarcha demokratiya tarafdorlari Hong Kong ko'chalarida chidir qurishib namoyishlarini davom qilmoqda.
28 sentabrda boshlangan namoyishlarda shamol va sovuq havoga pisandmi qilmagan namoyishchilarga soqchilar yosh oqquzish bombasi bilan mudohala qildi. Hukumat namoyish o'rnini tark etmay turib olgan namoyishchilarni qo'lga olish uchun suddan ruxsat oldi. Aloqador mas'ullar buyruqqa bo'ysunmaganlarning nazorat ostiga elindiganligini uqtirdi. Namoyishchilar Hong Kongda 2017-yili o'tkazilgan raislik saylamidan ilgari Xitoy doiralarining nomzodlarni nazorat qilish va saylamlarga cheklama qo'yish planlariga qarshi isyon ko'targan edi. Kan ishchilarini qutqizish uchun butun kuchimizni ish qilamiz. Turkiya Cumhuriyeti Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan kan ishchilarini qutqizish uchun bütün imkoniyatlarning ishga solinganligini bildirdi. Turkiya Cumhuriyeti Reisi Recep Tayyip Erdoğan Karaman'dagi ko'mir konga qapsilib qolgan ishchilarni qutqizish uchun barliq imkoniyatlarni ishga solishga yo'l yo'riq berdi. Turkiyada 18 nafar ko'mir kon ishchisi bir xususiy konda yer ostida qapsilib qoldi. Cumhuriyet idorasining bildirishicha Recep Tayyip Erdoğan afat rayonida tekshirish elib berayotgan Energiya va tabiiy boyliqlar ministri Taner Yildiz, Emgak va ijtimoiy sug'urta ishlari ministri Farruh Chelik bilan qatnash dengizchilik va xabarlashish ishlari ministri Lutfi Alvonga telefon qilib, voqea haqida ma'lumot oldi. Bosh ministr Ahmad Davuto'g'lu Energiya va tabiiy boyliqlar ministri Taner Yildiz bilan Karaman valisi Murat Kojaniga telefon qilib, voqea haqida ma'lumot oldi. Ahmad Davuto'g'lu 29 oktyabr Cumhuriyet bayrami munosabati bilan tabrik telegrammasi e'lon qilgandan boshqa ko'mir kon voqeasi ustida to'xtalib, bu voqeadan qattiq qayg'urganligini va ko'mir konga qapsilib qolgan ishchilarning burunroq qutulishini tiladi. Qapsilib qolgan ishchilar sababli har yili o'tkaziladigan Cumhuriyet bayrami munosabati bilan Cumhur raisi Erdo'g'an yangi Cumhur raislik saroyida o'tkazmoqchi bo'lgan rasmiy ziyofatmi amaldan qoldirildi. Cumhur raisi Erdo'g'an 29 oktyabr atganda o'tkazilgan rasmiy faoliyatdan keyin tikuchar aeroplan bilan Karamanga yurib ketdi. Karamanga kelgan Erdo'g'an oldi bilan kon oldida sovuqqa qaramay 2 kundan buyon umid bilan kutib turayotgan ishchilarning oilalarini ziyorat qildi va ularga tasalli berdi. Shundaqla bu ishda qusur ko'rsatgan kishilarni oxirgacha surishti qildiganligini bildirdi. Bosh ministr Ahmad Davuto'g'lu ayoli Sara Davuto'g'lu bilan Karamanda ziyoratda bo'ldi va qutqizish xizmatlarini ko'zdan kechirdi. Nizamiya o'lim jazosiga hukm qilindi. Bangladesh Xalqaro urush jinoyatchilari sud mahkamasi Islom jamoati rahbarlaridan Motiur Rahman Nizamiyni o'lim jazosiga hukm qildi. Bangladesh Xalqaro urush jinoyatlari sud mahkamasi buningdan 43 yil ilgari yuz bergan qalaymaqonchiliklarda muhim rol o'ynaganligini ilgari surib, Islom jamoati rahbarlaridan Motiur Rahman Nizamiyni o'lim jazosiga hukm qildi. Nizamiyning 1971-yilgi mustaqillik urushi jarayonida Falastin armiyasi bilan hamkorlik o'rnatishi tufayli ig'ir jinoyat sodir qilganligi, shu sababdan o'limga hukm qilinganligi bildirildi. Nizamiyning advokati hukmga e'tiroz bildirganliklarini aytdi. Bu islom jamoati rahbarlarining tunji qatim o'limga hukm qilinishi emas. O'tgan yilmi Abdulqodir Molla insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilish bilan ayblanib, o'limga hukm qilingan edi. Yana bir lider G'ulom Azammi shunday jinoyatlar bilan ayblanib sudga tortilgan va 90 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Falastinning mustaqillik kurashida muhim ilgirlashlar qo'lga keldi. Shvetsiya Falastinni mustaqil davlat deb e'tirof qilganligini jakarladi. Shvetsiya Falastinni mustaqil davlat deb e'tirof qilganligini jakarladi. Shvetsiya hukumati Falastinni e'tirof qilganligini e'lon qilib, oradan taxminan 1 oy o'tganda Shvetsiya tashqi ishlar ministrligi Falastinni mustaqil davlat sifatida taniydiganligini jakarladi. Angliya parlamenti 15 kun burun Falastinni mustaqil davlat sifatida e'tirof qilgan edi. Angliya parlamentidagi hukumatni majburlash kuchiga ega bo'lmagan bilet tashlashda 274 parlament a'zosi qo'llab ovoz bergan. 12 parlament a'zosi rad ovozi bergan edi. Angliya bilan Shvetsiyadan boshqa dunyoda yana 130 dan ortiq davlat Falastinni mustaqil davlat deb taniydi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shunday qilib bu haftalik istiqlol xabarlari programmamiz bu yerda oxirlashdi. İnşallah kelar qatimqi programmamizda ko'rishgacha sizlarni janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.